Assalomu alaykum. Salom. Yaxshi yetib keldingizmi? Shukr Xudoga. Yaxshi o'tirsin. Balandroq gapiravering. Ovoz eshitilsin. Botirova ismingiz nima? Gulasal. Ha? Gulasal. Gulasal. Xo'sh. Qayerdansiz? Qoraqalpog'istondan. Qayer u? Turkiydan. Грижа диска L4, L5, L5, S1. Xo'sh. L4, L5 deganda L4, L5 da 5 mm, L5, S1 da 4 mm. Protruziyasi ham bor ekan bu. L3, L4 da 2 mm. Так. Shikoyatingizni ayting. Shikoyatim yo'q. Shu belda grija. Xo'p, nima shikoyatingiz bo'lmasa kelasiz bu yerga. Shu oyog'im, belim og'rib keldi. Qanday og'riydi? Ko'rsating qo'lingiz bilan. Shu oyog'im, keyin belim shu yerda. Belingiz og'riydi, o'rningizdan turib ketishga qiynalasiz, engasha olasizmi? Yo'q. Normalni turib ketaman-da, o'tirishni qiyin, turish qiyin. Mayli, tikka turingda, bu yoqqa qarab turib, qani bir engashib ko'rsatingchi. Pastga engashib ko'rsating. Ha. Bo'ldi, asta turing. O'tirib ko'rsating endi. Hozir qayerga og'riq beryapti? Buncha og'rib, o'sha belimda, shu yerimda og'riq bor. Davolash muddati bunday olganda o'rtacha 10 kun deb hisoblayman-ku, lekin birovniki ko'proq, birovniki ozroq bo'lib qolishi ham mumkin, bilib bo'lmaydi. Tuzalgan kuningiz siz o'zingiz bilishingiz kerak. Men aytmayman siz tuzalib ketdingiz deb. Menga qorong'u. Siz yaxshi yurib, ertalab turganingizda og'riqlarsiz, uyg'onib yuradigan bo'lsangiz, kun bo'yi hech qanaqa og'riq sezmasangiz, o'zingiz mendan javob so'raysiz. Tushundingizmi? Grija masalan 5 kunda ham yo'qolib qolishi mumkin, lekin bu tuzalib ketdi degani emas. Chunki u sekin-sekin joyiga kiradi. Ana shu kursni o'tkazishga iloji bo'lsa harakat qilasiz. Agar yetmay qolsa, unda qo'shiladi. Tushundingizmi? 13 kun ham yotishi mumkin, 11 kun ham yotishi mumkin, 15 kun ham yotishi mumkin. Menimcha ko'p yotmaysiz. Chunki ish og'ir emas bu yerda. Ha. Hozir aytdi. Og'ir emas. Faqat vaqtida kelganingiz o'zingizga foyda. Chunki bu asta-asta semira boshlaydi, joyi kattalasha boshlaydi-da, orqaga kirib ketish qiyin bo'ladi. Vaqt o'tkazib olsa. Shunday chiqqan zahoti kelsa, tez orqaga kirib ketadi. Chunki ochib bergandan keyin tezlashadi bu. Hozir mana bu ichi qoraymabdi, zo'r. Ana u diskning ichi qorayib ketadi odamlarga. Qap-qarash chiqib. Sog' bo'ling. Rahmat aka. Yaxshi dam oldingizmi? Maykan. Ketishga tayyorman debsiz. Ko'raylikchi. Botirova Gulasal, To'rtko'l, Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l rayoni. Men tabibga bordim, 15 kun bo'ldi, yaxshi bo'lmadi, o'zgarish yo'q. Davolanishga bu yerga keldim debsiz. Qisqagina, lo'ndagina javob. Tak. Endi nima bilan kelgansiz? Grija diskov L4, L5 5 mm, L5 S1 4 mm, ya'ni 4 mm, L3, L4 protruziyasi bor ekan, bu 2 mm. Umurtqa qisilib qopti. Mana. İkincisi. Ana endi aytib bering. Menga kelishdan oldin og'riq qayerda bor edi?
Sizdan kelmasdan burun og'riq belimda bor edi, oyog'imda bor edi. Oyoqda qayerda? Son tomondami? Uch tomonda bor edi. Aha. Bu yoqqa o'tmadi, shu uch tomonda og'riq, belda bor edi. 10 O'tira olmas edim. bugun 11-kun ketyapti. Ha, bugun 11-chi. 11-kun ketyapti. Mana nima o'zgardi? Og'riqlar belda bormi, oyoqda bormi? Yo'q, og'riq beldam yo'q, oyoqdam yo'q. Bo'ldi, o'zgardi. O'zgardi. Og'riqdan qutultirdim. To'g'rimi? Ha, Xudoga ming xar shukr, rahmat. Sog' bo'ling. Men yaxshi bo'ldim. Endi uyga quvonib ketyapman. Sog' bo'ling. Bitta savol. Mehnatimdan rozimisiz? Allohga shukr, roziman. Bergan pulingizga rozimisiz? Roziman To'y aka. xarajatingizga? Mayli, yaxshi yetib boring. O'zingizni ehtiyot qilasiz. Turnikda turishingiz kerak. 3 mahal, masalan, siz men savdo qilsam bo'ladimi deyapsiz. Savdongizni qilavering bozorda. Faqat oyoqni uchida turish kerak, ozroq. O'shani uddasidan chiqsangiz bo'ldi menga. Ha, bu xafa bo'lish ko'z yoshlarimi? Quvonyapman-da. Quvonchmi? Bunda yaxshi. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'jayinizga rahmat aytib qo'ying, Bahodirga. Mana Xudoga shukr, bekorga jo'natmabdi. Mana uddasidan chiqdim. Yaxshi yetib boring. Sog'man yuring. Rahmat. Men quvonib ketsin shunaqa bizga o'xshab. Sizga bugun bayramlik bo'ldi, 8-martani. Rahmat aka, sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat.